Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun noinsof ustalar haqida gaplashamiz-da. Mana Perivalda Andijonga qarab ketyapmiz. Bugun bu yil 2026-yilni boshlanishicha og'ir keldi-da. Bir 5-6 ta klient bilan urushib qoldim-da shu temada. 2 yil oldin ishini boshlaganmiz. Narx-navo misol uchun falon puldan narx-navo kelishganmiz. 2 yildan keyin endi uni ishini tugatishimiz kerak. Kotelniymi, boshqami, xullas bir qismini yana qilib qo'yishimiz kerak. Men tushuntiryapman aka. Siz bilan 2 yil oldin gaplashganmiz. Narx-navo mamdaqa bo'lyapti. Hozir sen o'sha paytda men klient ko'ziga qarab turaman, xuddi mamdo qaraydi. Noinsof, insofini yeb yutvorgan odamdek gapiryapti-da. Endi menga ustozim o'rgatgandi, bolam, doim qog'ozga yozib qo'ygan. Qog'oz gapiradi, odamni gapirgani befoyda deganda, endi qog'ozga yozib qo'ygan joyim bor ekan. O'shani hozir sizlarga ham ko'rsataman-da, qog'ozni gapirtiramiz hozir mana. Mana 2024-yil 29-aprelmi hozir? Aprel. 2 yil oldin borish. Bir kishiga 130 mingdan 2 kishi borganmiz, 260 ming so'm. Kelish 120 mingdan bo'lgan, 2 kishi 240 ming so'm. Общий 500 ming bo'lgan. Endi mana 2026-yil 18-aprel yana ketyapmiz Andijon shahriga. Shopir akam borish nech pul deb hozir Perivalga chiqqanda so'rab qolamiz. 200 ming deyaptilar, unda ochib qaradim. Shopir aka 200 ming so'm bo'lgan. Endi bizlar klientlar aytishyapti-da, anaqa yo'q deyapti, siz narxingizni oshirmaymiz, insofingiz bormi, yo'qmi? Hozir endi sizga shu gapni aytsam, mana misol uchun qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Insofingiz bormi? 2 yil oldin bizni 130 mingdan chiqib edik-ku. Sizga mayli, biz insofli odammiz, 150 ming so'm beramiz, hozir yo'l kiraga desak qanaqa bo'ladi? To'g'ri kelmaydi bugungi kunga. To'g'ri kelmaydi. 2004-yil 2024. 2400 so'm shunaqa edi gaz, moddiy gaz. Hozir 5200 so'm. 5200 so'm, xo'sh. Gazimiz o'zi u paytda 6800 so'm benzin. Hozir 10,5 ming so'm, eng arzon benzin. O'zi benzinni hisobini olsak. U narx-navo to'g'ri kelmaydi. Narx-navo to'g'ri kelmaydi. Hisobi chiqsa qoladi. Hisobi chiqsa qoladi, to'g'rimi? Endi sizga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz klientlarimizga mana Perivalda ketyapmiz, yana o'sha Andijon shahriga ketyapmiz. 2 yil bo'libdi mana, rovno 2 yil bo'lgandi. Andijon shahriga ketyapmiz-da, mana narxlar mana shunaqa o'zgargan. Hozir mana misol uchun 130 ming so'm mana Shopir akam ham guvoh aytyaptilar. Men hozir chiqib so'raman-da. O'shanga akalar noinsof ustalar narxni oshirmasin. Kimda insof, kim noinsof, shu temani yana bir o'ylab ko'rish kerak-da. Mana endi matematikam ishlamayaptimi, yo klientlarning matematikasi ishlamayaptimi, ko'chaga qarashmayaptimi? U 2024-yil gaplashgan bo'lsa, 2026 ham xuddi shu ishni qilib kerak, xuddi o'sha pulni olish kerak degan emas-da. Men prosta hayron qoldim-da hozir o'zim uchun, o'zinglar uchun bilinglar. Mana narx-navo qanaqa bo'lgan. Biz bir-ikki aytib ko'rdik-da, endi postoyanniy klientlarimiz bor. Yilda bir 15 ta, 20 ta tadbirkorda aylanib yuribmiz. Narx mana shunaqa tusi basharaga ondoq qaraydi. Ko'zini lo'q qo'ytirib, xuddi bir biz insofni yeb yutvorgan odamlarga qaragandek qarayapti. Mana bir misoli bilan hozir qog'ozni gapirtirib amalda ko'rsatib qo'ydik-da narx-navo. Ozgina shunga ham qaranglar, e'tibor beringlar akalar.